Bir kelin ko'chani supuradi. Ha. Har kun ko'chani supuradi. Har kun ko'chani supurgandan keyin ko'chada yana mashinalar yuradi, chang bo'ladi, yana rasvo bo'ladi. Yana ertasi kuni supuradi. 30 yil ko'chani supuradi, yo 20 yil ko'chani supuradi. 20 yil ko'chani supuradi. Shu ko'chani supurish davomida hech narsa olmadi. Hech narsa olmadi. Ko'cha yana rasvo ketdi. Qizivoyaga yetdi. Mahallani boshida turadigan yaxshi boy amaki 25 yil 30 yil pul to'pladi. To'plagan puliga bitta o'g'li bor. O'sha o'g'liga qoldi. O'sha o'g'liga endi amaki shu ayolga o'xshagan kelinim bo'lsin deb shu ayolni qizini kelin qildi. Ana shu 20 yil ko'cha supurgani ko'chada qolib ketdimi? Ali amakini 25 yil dunyodan yig'ib kelgan boyligini yarmini egasi bo'lmadimi? Bu narsalar haligi hayotdagi har bitta yaxshiligingiz hech qayerda ko'chada qolmaydi. Men nima uchun bunga yordam berar ekanman? Menga nima foydasi bor? Yo'q, sizning ishonchlilingiz ortadi. Siz odamlarning ichidagi ijtimoiy obro'yingiz ortadi. Hali katta prezidentning nazariga tushish shart emas. Qo'shningiz sizni yaxshi bola deb bilsin, bo'ldi. Bir kelin